Bizning mintaqada iqlim o'zgarishi afsuski qurg'oqchilikni kuchaytiradi. Shundoq ham Markaziy Osiyo mamlakatlarining markazida joylashganligimiz tufayli bizda qurg'oqchilik xavfi ko'payib boradi. Qurg'oqchilikni kamaytirish uchun bizda xohlaymizmi, xohlamaymizmi, yashil qoplamalarni ko'paytirishimiz kerak. Yashil qoplamalarning ko'payishi hududlarda havo haroratini pasaytiradi va namlikning uzoqroq muddat yerda ko'proq vaqt davomida turishini ta'minlaydi. Va mana shu yashil qoplamalarni ko'paytirish, chang massalarini kamaytirish bilan bir qatorda shamol tezligini kamaytiradi. Ya'ni bizda hozir Surxon shamoli, Afg'on shamoli yoki mana vodiyda Qo'qon shamoli yoki Qoraqalpog'istonda cho'l shamollarini kamaytirishi mumkin. Bu isbotlangan fanda. 2030-yilgacha bo'lgan dasturda ham mana shu yashil qoplamalarni ko'paytirish va joyning iqlimidan kelib chiqib. Masalan, biz so'nggi yillarda afsuski juda ham ko'p kuzatyapmiz, archa ekilyapti. Bu archa bizning iqlimimizga afsuski mos emas. Bizni cho'l hududlarimizga turli xil cho'l o'simliklari, tog'li hududlarimizga tog'li o'simliklar va kelgusida xuddi mana shunaqangi prognozlarni inobatga olib, mana shunaqangi havo harorati ko'tarilganda, bu havo harorati ko'tarilish qaysi mintaqalarga mos, masalan, Ispaniya iqlimiga mos tushadimi yoki Eronga yoki arab mamlakatlariga, mana shu mamlakatlardagi o'simliklarni biz asta-sekin ekaverishimiz kerak. Bizning zaminimiz kelgusida keng bargli daraxtlarning makoniga aylanadi. Ya'ni uni qanchalik tezlashtirsak, shunchalik biz o'zimizga ijobiy tomonlarini ko'paytirishimizga olib keladi. Tabiat shundoq ham asta-sekin mana shu yashil, xuddi mana arab mamlakatlariga borsangiz, siz archani kuzatib ko'rmaysiz. Faqat keng bargli, barglari shapaloq, mana shu katta barg. Chunki mana shu daraxtlar uchun, mana shu bargi keng o'sadigan daraxtlar uchun ana shu cho'l hududlari, ana shu iqlim mos hisoblanadi. O'zbekiston 2030 strategiyasining 70-maqsadida ham yashil qoplamalarni ko'paytirish hududlarda yechim sifatida qaralyapti va mana shu iqlim o'zgarishi bizning hududimizga igna bargli daraxtlarning mos emasligi, kelgusida 2 daraja, 3 daraja, 4 daraja haroratning ko'tarilib ketishidan kelib chiqib, mana shu hududning iqlimiga mos bo'lgan daraxtlar turlarini tanlash ko'rsatib o'tilyapti va ilmiy tadqiqot institutlariga mana shunaqangi iqlim kuzatilgan hududlardagi daraxtlar turlarini o'zimizning mintaqamizga moslashtirish masalalari ham keltirib o'tilyapti va mana shu masalada ham haqiqatan mana shu dasturni mukammal, yaxshi ishlab chiqilganini biz to'liq ishonch bilan aytishimiz mumkin.